Los-Anjeles chetidagi oddiy uy ko'pchilikning ko'ziga u oddiy xonadon bo'lib ko'rinadi. Mayda daraxtlar soyasida kichkina hovli, ochiq jigarrang devorlar va bir qarashda tinch ko'ringan muhit. Ammo ichkarida bu xonadon dunyo tarixidagi eng shafqatsiz voqealardan birini yashirib turadi. Bu yerda qorong'u xonada bir qizaloq o'zining ilk bolalik yillarini faqat jimlik va zulmat bilan o'tkazardi. Uning ismi Jenni edi. Bu faqatgina bir hikoya emas, bu inson ruhiyati qanday ezilib, qandaydir mo'jiza bilan yashab qolishiga oid haqiqatdir. Assalomu alaykum, True Crime hikoyalar sevuvchi detektivlar. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan insoniyat tarixidagi eng g'amgin va sirli hikoyalardan biri Jenni Wiley hayoti haqida gaplashamiz. Lekin u kim edi? Nima uchun butun dunyo olimlari unga qiziqib qoladi? Va eng muhimi, bu hikoyaning oxiri qanday tugaydi? 1957-yil Jenni Kaliforniyaning Arkadia shahrida tug'iladi. Onasi Arin bolaligida jiddiy jarohat olib, ikki ko'zi katarakta bilan kasallangan edi va ko'rish qobiliyati 90% ga yo'qotgan edi. Otasi Clark Gray Wiley esa qattiqqo'l, befarq va shafqatsiz odam edi. U oilasiga doim zulm qilgan, ammo hech kim bu oilaning eshigi ortida nimalar bo'layotganini bilmas edi. Jenni tug'ilishidan oldin ham oilada sirli fojialar sodir bo'lgan. Birinchi farzand qizaloq oddiy chaqaloq kabi ko'p yig'lar edi. Ammo bu yig'i otasi Clarkga yoqmas edi. U bolani adyolga o'rab, garajdagi eski shkafga tashlab qo'yadi. O'z holiga tashlab qo'yilgan chaqaloq atigi 2,5 oyligida pnevmoniyadan vafot etadi. Ikkinchi farzand esa o'g'il bola bo'lgan. U tug'ilganiga ko'p o'tmay o'z tupugiga tiqilib qolib, nafas ololmay vafot etgan edi. Keyingi farzand Jenni dunyoga keladi. Jenni hayotining dastlabki oylarida muntazam shifokorlar nazoratida bo'lgan. Ammo 14 oylik bo'lganida pnevmoniya bilan kasallanganida shifokorlar uning rivojlanishida suslik borligini taxmin qilishadi. Bu taxmin Clark Gray Wiley uchun dahshatli hukmga aylandi. Otasi bu qiz hech qachon odamlarga aralashmasligi, hech kim bilan muloqot qilmasligi kerak deb qaror qiladi. Jenni o'z uyining eng qorong'u, eng sovuq burchagiga qamalib qo'yiladi. Uning hayoti shu joydan iborat bo'lib qoladi. Kunlar, yillar o'taveradi. Kichkina qiz ocharchilik, yolg'izlik va jimjitlik ichida ulg'ayardi. U o'yinchoq nima ekanligini bilmasdi. Gapirish nimaligini ham tasavvur qila olmasdi. Clark urush faxriysi edi. Ikkinchi jahon urushida boshidan o'tkazgan dahshatlar uning ruhiy holatini butunlay buzgan edi. U tor fikrlar edi. Paranoid va yakkalanish afzal ko'rgan inson edi. Uning yagona nazariyasi shunday edi: tashqi dunyo xavfli, faqat men bilaman qanday yashash kerakligini, derdi u. Ona esa bu shafqatsizlikka qarshi chiqishi o'rniga sukutni tanladi. Arin yoshligida ko'rish muammosi tufayli o'ziga nisbatan ishonchi past edi. U Clarkning ovozi ostida jim yashashga o'rgangan ayol edi. Clarkning ko'z o'ngida Arin kuchsiz, qizi esa keraksiz edi. Shunday qilib bu qizcha o'z otasining qoidalari qurboniga aylandi. Jennining yashash makoni bir kichik va qorong'u xona edi. Xona nafaqat kichkina, balki butunlay jimjitlik bilan qoplangan edi. Derazalar qog'oz bilan yopilgan. Tashqi dunyodan na ovoz, na yorug'lik va na toza havo kirar edi. Atrofida faqat devorlar va zo'ravonlik hukmron edi. Otasi har kuni unga tagliklar kiydirar va stulga bog'lab qo'yar edi. Qiz kun bo'yi qorong'ilikka tikilib o'tirar edi. Kechasi esa temir qutiga bog'lab yotqizib qo'yilar edi. Clark qiziga bolalar uchun mo'ljallangan kasha berar edi va u bilan itga xos tovushlar orqali muloqot qilar edi. Agarda qiz tasodifan eshitib qolgan so'zlarni takrorlamoqchi bo'lganini sezib qolsa, uni tayoq bilan urar edi. Jennining o'yinchoqlari xonada tasodifan qoldirib ketilgan axlatlar va keraksiz buyumlar edi. Otasi shovqinni yoqtirmas edi. Shu tufayli bu xonadonda na radio va na televizor bor edi. Xuddi shu tufayli Arin va o'g'li
uyda pichirlab gapirishga o'rganib qolishgan edi. Clarkning o'ylashi va hisob-kitoblari bo'yicha Jenni 12 ga to'lmasidan vafot etishi kerak edi va shu o'ylar bilan Ayringa qizini 12 yoshdan oshsa shifokorga olib borishlariga ruxsat beradi. Keyinchalik esa bu va'dasidan bosh tortadi. Kunlar, yillar o'taverdi. Kichkina qiz ocharchilik, yolg'izlik va jimjitlik ichida ulg'ayardi. U o'yinchoq nima ekanligini bilmasdi. Gapirish nimaligini ham tasavvur qila olmasdi. Atrofida faqat devorlar va zo'ravonlik hukmron edi. Jenni Vayli hikoyasi 1970-yil tom ma'noda burilish nuqtasi bo'ldi. O'sha yil noyabr oyining bir odmi tongida Jennining onasi Ayrin o'z qizini qutqarish uchun eng muhim qarorni qabul qildi. Bu qaror 13 yil davomida otasi Clarkning zulmiga ko'nikib yashagan ona uchun oson bo'lmagan. Ammo bu jasorat Jenni hayotiga yangi sahifani ochishga sabab bo'ldi. Clarkning nazoratida yashagan bu ayol uchun bunday savollarni o'ylashning o'zi jazoga sabab bo'lishi mumkin edi. Unga qarshi chiqish o'z hayotini xavf ostiga qo'yishi degani edi. Jenni boshqa bolalar kabi kulmasdi. U boshqa bolalar kabi o'yinchoq so'ramasdi. Yig'lab mehr so'ramasdi. Chunki u mehrning nima ekanligini bilmasdi. Har safar onasi yonida ovqat olib kelganida Jenni faqat qo'rquv bilan ko'zlarini qisib titrab turardi. Erini bu holatni ko'rib, ichidan o'zi ham bo'g'ilardi. Ammo bu qafasdan chiqib ketish uchun jur'at topa olmasdi. O'sha kuni 1970-yilning noyabrida Irena birdan o'z hayotining eng muhim qarorini qabul qildi. Bu qarorning o'rnida bir nechta sabablari bor edi. Birinchidan, Jenni ulg'ayib qafasga sig'may qolgan edi. Ikkinchidan, Clarkning yurak xurujlari ko'paygan, u yanada qattiqqo'l bo'lib qolgan edi. Unga qarshi chiqishning iloji yo'q edi. Ammo bir kun imkoniyat chiqsa, Irena o'z qizini qutqarishga tayyor edi va shu kun keldi. Irena o'sha kuni qizini ko'z shifokoriga olib borishni bahonasini topdi. O'zi ko'rish qobiliyatidan qisman mahrum bo'lgan ayol o'zining bu muammosini bahona qilib, Jennining o'zi bilan olib ketishga muvaffaq bo'ldi. U bu qarorga kelganida yuragi qattiq urar, qo'llari titrar edi. Ammo ichida bir ovoz bor edi. Agar hozir chiqmasam, hech qachon chiqa olmayman. Irena va Jenni shifoxonaga kelganida shifokor ularning ahvoliga e'tibor qaratdi. Jennining yuzidan ozg'in va zaif gavdasidan biror narsa sodir bo'lganligi darhol payqash mumkin edi. Dastlab ular uni autizm kasalligiga chalingan deb hisoblashardi. Keyinchalik esa uning gapira olmasligini aniqlashadi. U hojatni tuta olmas va so'lagi oqib turardi. Uning tishlari g'alati edi. Deyarli 2 to'liq tish qatori bor edi. Bunday holat ilmiy til bilan supernumariyalar deb ataladi. U chaynay yoki yuta olmas, ko'zlari yaxshi diqqatni jamlay olmas va qo'llarini to'liq cho'zishga qodir emasdi. Uning vazni bor yo'g'i 22 kilogramm edi. Yoshi esa 13 yoshda edi. Unga Jenni ismi himoya maqsadida berilgan edi. Jenni hatto oddiy so'zlarni ayta olmasdi, faqat noaniq tovushlar chiqarar edi. U oyoqlarini to'g'ri qadam bosib yurishni bilmasdi. Ko'zlari esa o'ta qo'rqinchli bir xotira yakunini ifoda etardi. Shifokor darhol ijtimoiy xizmatlarga qo'ng'iroq qildi. Birinchi tekshiruvlardan so'ng Jennining azoblari va hayoti haqida dahshatli ma'lumotlar ochildi. Shifokorlardan biri jurnalistlarga shunday deydi: "Bu bola o'zi yashagan hayot haqida hech qachon bizga so'zlab bera olmaydi." Ijtimoiy xizmatlar Jennining darhol o'z himoyasiga oldi. Kaliforniya universiteti mutaxassislari qizaloqni ko'rib hayratda qoldi. Jenni o'z yoshiga mos kelmaydigan darajada kichik va zaif edi. Bo'yi esa juda past edi. Shifokorlar uning suyaklari o'sishdan to'xtaganini, mushaklari esa deyarli rivojlanmaganini aniqladi. Ammo eng katta zarba Jennining ruhiy va intellektual rivojlanishidan keldi. Qizaloq oddiy gaplarni tushunmas, insonlarning harakatlariga javob bera olmasdi. U faqat g'alati tovushlar chiqarib, qo'llarini buralib bukar edi. Bu shifokorning so'zlariga ko'ra, mutlaq izolyatsiya va zulmatda o'sgan bolaning ruhiy rivojlanishidan edi. Shifokorlar Jenni haqida bir ovozdan shunday deyishdi: "Bu dunyoda insoniylikdan mahrum bo'lgan bola, ammo uni qutqarish imkoniyati bor." Jenni uchun bu yangi hayotning boshlanishi edi. Shifokorlar, psixologlar, tadqiqotchilar barchasi bu yovvoyi qizaloqni insoniy hayotga qaytarishga harakat qilishdi. Shu yili ochilgan tergov davomida
Clark o'z qilmishlari uchun sudga chaqirildi. Biroq u sudga chaqirilgandan bir kun oldin o'z joniga qasd qildi. U ortidan faqat bir qog'ozda "Dunyo hech qachon meni tushunmaydi" degan so'zlarni qoldirdi. Jenni parvarish qilinadigan joyga ko'chirilgach, uning ruhiy va jismoniy holati bo'yicha keng qamrovli tadqiqotlar boshlandi. Tibbiy tekshiruvlar natijasi shuni ko'rsatdiki, Jenni o'z tengdoshlari bilan hech qanday o'xshashlikka ega emas edi. Jenni 13 yoshida bo'lsa-da, uning gavdasi va vazni 6 yoshli bolakayga o'xshardi. Uning suyaklari zaif, mushaklari esa deyarli rivojlanmagan edi. U qo'rqoq, xotirasiz va o'zini himoya qila olmaydigan holatda edi. Til o'rganish qobiliyati Jenni dastlab oddiy so'zlarni o'rganishni boshladi, ammo uning grammatikani o'zlashtirish qobiliyati nihoyatda cheklangan edi. Bu holat til o'rganishning tanqidiy davr nazariyasini isbotladi. Agar bola muayyan yoshda til bilan tanishmasa, keyinchalik uni to'liq o'rganish deyarli imkonsiz bo'ladi. Jenni bir necha yil davomida olimlar va psixologlarning qo'lida bo'ldi. U yangi hayotga o'rganishga harakat qildi. Ammo bu jarayon murakkab va sekin bo'lar edi. Uning ruhiy va intellektual rivojlanishi anchayin sekinlashgan edi. 1975-yilda Jenni bilan ishlaydigan guruhning moliyaviy mablag'lari tugadi va qiz boshqa parvarish uylariga ko'chirilishga to'g'ri keldi. Ammo bu joylarda ham Jenni yaxshi parvarish topmadi. U yana ruhiy zo'ravonlik va e'tiborsizlikka duch keldi. Bugungi kunda Jenni Wiley Kaliforniya shtatidagi kattalar uchun mo'ljallangan parvarish uyida yashaydi. U maxsus yordamga muhtoj inson sifatida himoyalangan holda hayot kechirmoqda. Jenni haqida ma'lumotlar maxfiy saqlanadi, ammo uning hayoti sokinlik va yolg'izlikka davom etmoqda. U hech qachon oddiy jamiyatga qo'shila olmadi. Mustaqil hayot kechirishni o'rgana olmadi, ammo uning hikoyasi butun dunyoga katta saboq bo'ldi. Jenni Wiley insoniyat uchun ogohlantirish belgisidir. Bolalarga bo'lgan shafqatsiz munosabatlarning qanday dahshatli oqibatlarga olib kelishini eslatib turadi. Ana shunday aziz detektiv sevuvchilar, bugungi hikoyamiz ana shunday yakun topadi. Bizning kanal jinoyatchilar haqida emas, bizning kanal insonlar taqdiri haqida. Sizlar bilan esa xayrlashaman. Layklaringiz va izohlaringizni kutib qolaman. Obuna bo'lishni unutmang. Xayr, sog' va omon bo'ling.